Assalomu alaykum kuzatuvchilar, mana 3-zinamiz ham tayyor. Bu pog'ona qo'qish ishlarimiz. Bu holisi indinga qo'yamiz. Inshaalloh yomg'ir yog'may tursa. Bu holisi zo'r chiqdi, bu ham qo'yib olsak. Uni betonni ham tashamiz, qo'ygan betonimizni ham. Zashatkamiz ustini 2 qavat karkas qilib yubordik. Faqat mana shu osma joyini, qolgan joylar 1 qavat 15 ga 15 karkas.